Ushbu videoni ko'rgandan so'ng siz Amerika universitetlariga topshirish uchun konsultatsiyaga falon pul berishingiz umuman shart emas. Faqatgina sizda ambitsiya va research qila olsangiz bo'ldi. Shuni o'zi yetarli. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Amerikaga qanday qilib ariza topshirish va qanday qilib grant yutish va uchinchisi bo'lib esa man qanday qilib qabul qilinganim haqida gaplashamiz. Qani bo'lmasam ketdik va video davomida kerakli va qiziqarli ma'lumotlarni aytib o'taman. Bizga birinchi bo'lib Google kerak bo'ladi. Agar telefonda to'ldirsanglar ham bo'ladi. Google Safari nima ishlatsanglar o'shani to'ldirsanglar bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz, men Googledan foydalanyapman. Birinchi qiladigan ishimiz bu Common App yozamiz. Bu Amerika universitetiga topshirish uchun kerak bo'ladigan sayt. Mana bunaqa belgichasi bor, ko'rishingiz mumkin. Common App yozsa birinchi chiqib keladi. Va kirgandan keyin mana yerda create account bor o'ng tomonda. Yangidan account yaratishingiz kerak bo'ladi. Agarda birinchi marta topshiradigan bo'lsanglar, create accountni bossanglar, o'zi sizlardan hamma informatsiyalarni so'raydi va hammasiga to'g'ri javob berasizlar. Yolg'on qo'shmasdan. Agar yolg'on qo'shadigan bo'lsanglar, sizlarni kelajakda topshirgan ishlaring atkazib berishi mumkin, ya'ni admin qilishi mumkin. Rad qilishi mumkin o'zbekchada. First year student agarda birinchi yildan o'qish boshlasangiz, first year. Agar transfer student bo'lsa, ya'ni 2 yil o'qib, 2 yil Amerikada o'qimoqchi bo'lsangiz, transfer student bo'ladi. Education professional, private or adults. Bizga birinchisi kerak. Birinchisi, va email adres, email, password, mana shu hammasini aytgani bo'yicha to'ldirib chiqasizlar. Xo'sh, to'ldirasizlar. Men to'ldirganman, topshirganman ham. Hozir men o'zimga kirib ko'rsaman. Bu hech qanaqa qiyin joyi yo'q to'ldirishda. Sign in. Mana emailim. Mana shu emailga yozishingiz mumkin, savolinglar bo'lsa, shunga javob beraman. Agarda kommentariyada javob bera olmay qolsam, kommentariyaga savollarni yozishingiz mumkin. Qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa. Hozir men kiryapman. Mana bu birinchi sayt, amerikanskiy. Bu yerda eng qizig'i, eng mashhur institutlarga topshirsa bo'ladi. Masalan, Harvard, Yale, Columbia dunyodagi eng mashhur universitetlarga topshirsa bo'ladi. Uni topshirish uchun birinchi bo'lib mana bunaqa joy ochiladi. To'ldirib bo'lganlardan keyin albatta birinchi qiladigan ishlaring bu 4-si, ya'ni college searchga bosasizlar va bu yerda qaysi kollejga topshirmoqchiligini qidirasizlar va bundan oldin har bitta kollejga qarashinglarni tavsiya berardim. Masalan, Adams State University topshirgan ekan, topshirsanglar mana bunaqa submit bo'ladi. Topshirishdan oldin masalan Adelphi Universityni bossak va bu yerga kopirovat qilib bu yerga Google'ga yozsak va ko'rishimiz kerak bo'ladi. Acceptance rate'ini ko'rishimiz kerak har bitta topshiradigan anaqamizda, institutimizda. Bu 72.8%, ya'ni 100 ta topshirgan odamda 72%ni qabul qiladi. Bu o'rtachadan balandroq. Qancha past bo'lsa shuncha yaxshi. Va tutashini ko'rib chiqasizlar. $47,290 ekan 1 yilga, ya'ni yillik o'qishi. Ya'ni hammasini to'lashingiz shart emas, menimcha. Grant olsa bo'ladi. Masalan, agar Harvard desanglar 59,000 ekan. Acceptance rate 3%, 3.2% ekan. Juda ham past, bu degan juda ham kamchilik olinadi. Shuning uchun eng talabli institut deydimi o'zbekchada? Shunaqa. Xo'sh, ko'rib chiqdinglar. Va qayerda lokatsiyasiga ham bog'liq. Lokatsiya qayerda yashashingizga qarab tanlaysizlar. New York shtatining o'zida. Xo'sh, masalan, college searchga bosamiz. Va Harvard yozamiz. Harvard topshirsanglar bo'ladi. Bu yerda o'zida. Va Harvardga bosasizlar. Avvalida qo'shish knopkasi bor edi. Men qo'shib bo'lgandim. Masalan, remove qilsam, hozir ko'rsataman. Sizda mana shunaqa bo'ladi. Add bo'ladi. Ya'ni ustiga bossanglar, va yerda add my colleges chiqadi. Ustiga bosasizlar va qo'shib olasizlar o'zlariga. Va eng qiziqarli tarafi, mana bu narsaga e'tiborli bo'lasizlar. Application deadline. Ya'ni fall 2025, ya'ni 2025-yil kuzga o'qish uchun early actions, ya'ni dastlabki shular qarorlar bo'lsa 1-noyabrgacha topshirish kerak. Ya'ni 1-noyabrdan keyin qabul qilmaydi bular. Agarda
oddiy qaror bo'ladigan bo'lsa, o'ylab ko'raman o'qishda deydigan bo'lsanglar, 1-yanvargacha topshirish kerak edi, lekin bugun hozir bizada 3-mart, vaqt o'tib ketgan, topshirib bo'lmaydi. 2026-yilga qilib ko'rsak bo'ladi, agar kim topshirmoqchi bo'lsa. Va shunga qarab e'tiborli bo'lib topshirasizlar. Xo'sh. Bu yerda qachon topshirish kerakligi aytilgan va bu yerda to'lovi bor, $85. Topshirganidan keyin to'lash talab qilinadi. Xo'sh. Standard test policy always required yozib qo'yibdi. Bu yerda ko'rib chiqasizlar. Acceptance English proficiency test. Bu IELTS bo'lsa kerak. Nanda yozib qo'yibdi. So'raydi, menimcha IELTS. Xo'sh, ko'rib chiqdinglar nima so'rashini. Qo'shib oldinglar va My College'ga kirsanglar, bu yerda Garrod turgan bo'ladi. Mana Garrod turibdi. Ustiga kirasizlar. Sizda nechta qo'shsanglar o'shuncha chiqadi. Men qo'shganman, ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, Garrod chiqqan bu yerda. Bosgandan keyin questions bor. Questions ustiga bosasizlar va hamma savolga javob berib chiqasizlar. Qayerda yashashni xohlaysiz deyapti. O'zlarini turadigan yotoqxonasidami yoki tashqarisidami? Men yotoqxonasida belgilaganman va qachon faqat 2005 bosaman va so'raydi qaysi bir qanaqa tanlovligini. Hammasini to'ldirasiz. To'ldirganingizdan keyin mana bunaqa птичкаcha bo'ladi. Птичкаcha hammasida bo'lgandan keyin keyingisiga o'tasizlar. Bosib ketdim menda. Recommender chiqdi. Xo'sh, mana cancel qo'yish kerak. Agar so'rasa, nima so'ragan ekan bu yerda? Oxirida 3-sida hammasini to'ldirib bo'lganlardan keyin mana bu yerda knopka chiqadi, submitni. Submitni bosasizlar va topshirgan bo'lasizlar shu bilan. Masalan, men topshirgan institutlarim bor, ko'rsataman. Namuna qilib, men topshirgan ekanman. New York universitetiga. Mana bunaqa птичка bo'ladi. Topshirganlardan keyin 3 ta птичкаcha bo'ladi. Hammasini to'g'ri to'ldirgandan keyin va mana bunaqa yozuv chiqadi sizlarda. You have successfully submitted by Common App to New York University. Sizlarga Garrod bo'ladimi, Yale bo'ladimi yoki Columbia bo'ladimi? O'zingizlarga bog'liq demoqchiman. Va ko'rishingiz mumkin, men topshirganman 10-oy fevral, sentyabr, oktyabr ekan, 22-oktyabr topshirganman. Soatigacha bor ekan, qachon topshirganim. First year, birinchi yildan boshlab o'qiyman dedim. Klass 2029gacha o'qiyman degandim va mana shunaqa bo'lib chiqadi sizlar agar topshirsanglar. Va buni javobi emailga keladi. Emaildan kutasizlar. Keyin email orqali o'zlari o'rgatishadi nima qilish kerakligini keyin. Xo'sh, mana bu Common App'da topshirsanglar bo'ladi. Bu bir yo'li edi. Va keyingi topshiradigan yo'li bu Collision deb yozsanglar. Collision for College. Mana shunday ham topshirsanglar bo'ladi. Bu ikkinchi sayt, ya'ni ishonchli. Create CSR account qilasizlar. Menda account bor edi. Hozir yashirib qo'yaman bilan albatta. Account yaratasizlar. Yaratgandan keyin My College'ga kirsanglar, sizda college bo'lmasligi kerak, menimcha. Birinchi yaratgansizlar. Top choices'ga bossanglar, mana bu chiqadi My Colleges yo'q. Xato bo'lsin. Mana bu yerda qidirasizlar, qidirish joyi bor o'zi. Masalan, Stanford kabi, University of Pennsylvania, Cornell xohlagan institutga topshirasizlar. Bu yerda Garrod bormikan bu yerda? Yo'q bo'lsa kerak. Ya bor ekan mana. Bu yerda ham Garrodga topshirsa bo'lar ekan. Lekin bu saytda ham Garrodga topshirib, bu saytda ham Garrodga topshirishdi, lekin bilmadim. Qilish mumkinmi yo'qmi bilmadim o'zim. Mana bu yerda talablar bor ekan, ko'rishingiz mumkin. SAT 1540 qabul talab qilinar ekan. ACT 35 3% qabul qilishi, bu to'lovi 54.269. Xo'sh, 50% ga yaqini yordam berar ekan davlat o'qishiga bolalarni. Ya'ni grant berishar ekan. To'lab bermasa yordam berishadi. Grantni qanday olamiz desanglar, bitta yo'li FAFSA yozsanglar bu yerga. Mana bu
amerikanskiy sayt. Bu o'quvchilarga yordam puli ajratadi va buni to'ldirasizlar. Men bunga ham kirib ko'rsataman. Mana bunaqa Federal Student Aid Office of US Department of Education. Mana shunga kirib to'ldirsanglar, o'zlarini ma'lumotlarni kirgizasizlar. Menimcha bu international ham bo'lishi kerak. Butun dunyo bo'yicha to'ldirib bo'lsa kerak. Kirishda kod so'rar ekan. Hozir kod beramiz. Men yaxshi ko'rinyapmanmi hozirgacha? Zo'r. Xo'sh. Agar video yoqadigan bo'lsa, like va obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Agarda savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyga yozishinglar mumkin. Va shu o'rinda Telegram kanalimiz bor, shunga qo'shilib olsanglar, kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni topishinglar mumkin. Hozir bizga kod yuborish kerak. Sizlarga ikkita yo'lni o'rgatdim. Birinchisi Common App, ikkinchisi Coalition yozsanglar, mana shu narsa chiqadi. Nimaga kod kelmayapti? Mana keldi. 346 241 346 241. Bu narsa sizlarni qancha oila a'zolaringiz qancha pul topishiga qarab, ya'ni yordam berishadi, yordam puli berishadi studentlar uchun. Agar Saturga kirishingiz mumkin. Dashbordni bossam, bu yerda chiqadi. Men to'ldirgan ko'rsataman. Loans and grants. Loans olsanglar bo'ladi, ya'ni kredit olsanglar bo'ladi. Bu kredit nima degani? Kredit degani bu davlat sizlarga o'qish uchun pul to'lab beradi. Siz 4 yil o'qiysizlar, davlat pul to'lab beradi. O'qib bo'lganlardan keyin, ishga kirganlardan keyin ishlab, shu pulni qaytarib davlatga to'laysizlar. Shunaqa yo'li ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Men 2025-2026 da topshirganman. In process turibdi. Ular ko'rib chiqyapti. Ko'rib chiqib, qanchadir pul ajratishadi. Men oila a'zom qancha pul topishiga qarab, hammaga har xil ajratishadi. Submitted bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Agar topshirish uchun mana bu yerda o'zi yozib qo'yibdi, apply deb. O'sha yozib qaniydi? Juda ham katta mavzu. Agarda xohlasanglar, shu haqida ham video chiqaraman, отдельно. Qanday qilib grant olish yoki yordam olish studentlar orqasida. Xo'sh, mana shu orqali topshiriladi. Shuni aytmoqchi edim sizlarga. Xo'sh, keyingisi esa agarda sizlar New Yorkda o'qimoqchi bo'lsanglar, sizlar Kuni orqali topshirsangiz bo'ladi. Kuni yozsanglar va mana bunaqa belgi chiqadi. Voy, kirib ketdi. Bunaqa belgi chiqadi. Bu faqat New Yorkdagi institutga topshirish uchun. Bu yerda men topshirganman. Apply bo'lsanglar, apply now. Apply now bo'lsanglar, bu yerda chiqadigan narsa start your application, finish your application, apply visa. Start your application bo'lsanglar, voy, qanday qilib ko'rsatyapti. Mana bunaqa chiqadi. Bu yerda meni akkauntim va new user bo'lsanglar, bosgandan keyin mana bosilib ketdi. Bosasizlar, mana yerda new userda yangidan akkaunt yaratasizlar. Xuddi shuni yana to'ldirib chiqasizlar, erinmasdan o'ylayman, hammasi to'ldirib erinmasdan. Agar xohlasanglar New Yorkda o'qishda men to'ldirganman. Va 6 tagacha topshirsanglar bo'ladi, adashmasam. Topshirdinglar. Topshirgandan keyin bu ham email orqali
keladi xat. Qabul qilindinglarmi yo'q email orqali bilib bo'ladi. Topshirib bo'lganidan keyin mana bunaqa joy ochiladi. Sizlarga o'zi akkaunt va pasport qo'ygandan keyin mana shunaqa joy ochiladi. Kirsanglar, ikkinchisiga o'tasizlar. Profil bo'ladi va mana bu yerda topshirgan institutlarni ko'rishingiz mumkin. Men topshirganman York College, Queens College, John Jay College, Broad of Manhattan, Brooklyn College, Baruch College'ga topshirgan ekanman. Hammasi politika bo'yicha. Va men o'qimoqchi bo'lganim esa mana bu John Jay College. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Criminal Justice'ga topshirganman. John Jay College of Criminal Justice o'zi nomi. Va bu yerda o'zlari yozib olishadi. Va bunaqa to'lov bo'lsa to'lash kerak. Ammo lekin qaysi sanada tekin bo'ladi topshirish. O'sha vaqt topshirsanglar, tekinga topshirsanglar bo'ladi. Xo'sh. Topshirgandan keyin sizlarga email keladi. Hozir sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qanday qilib qabul qilish mumkinligini email yozsanglar. Masalan, menga John Jay kelgan. Xullas topshirasizlar. Sizdan so'ragan narsani topshirasizlar va SMS keladi. Accept the students day. Bu qanaqa? Congratulations on your acceptance to John Jay Criminal of Justice. Shunaqa SMS keladi. Email keladi, SMS emas, uzr. Email keladi. Qaysi eski topshirishga qarab va topshirgandan keyin va oxirgisi mana bunaqa SMS keladi. Registratsiya emas, uzr. Qanday mana mana bu oxirgi email bo'lishi kerak va mana bu yerda qachondan o'qish boshlashini aytib qo'ygan. Monday avgust 25-dan o'qish boshlanadi, ya'ni kelib o'qish mumkin. Xo'sh. Hammasi email orqali bo'ladi. Mana bu kun edi. Kuni orqali New Yorkdagi universitetga topshirsa bo'ladi. Va yana bir yo'li bor. Va Suni deyapsizlar. Suni Kuni. Ikkovi ham New York uchun. Ko'rinishi qaysi biri? Ikkita bor ekan. Mana bunaqa bo'lishi kerak. Ko'k. Bossanglar. Bu yerda ham apply bor. Bu ham faqat New York shtatining o'zi uchun. New Yorkka ancha-muncha katta va yaxshi institutlar bor. Kolumbiya bor, masalan, New Yorkda o'zida. Apply to SUNY bo'lsanglar va yana create new account qilib topshirasizlar. Faqat erinmasanglar, har bitta topshirmoqchi bo'lgan institutlarni qarab chiqsanglar, ya'ni har bitta topshirgan kollejlar ma'lum bir miqdorida, ma'lum darajada qaysidir akademik bo'yicha kuchliroq va shu narsani ahamiyatga olib topshirasizlar. Masalan, agar sizlar doktor bo'lmoqchi bo'lsanglar, top 10 talik advokatlik bo'yicha yaxshi institutlarda o'qimaysizlar, to'g'rimi? Shuning uchun qarab yaxshilab topshirasizlar. E'tiborli bo'lib, hammasini o'rganib chiqib, to'lov bo'lsa to'lov qilish kerak. Shunaqa ahamiyatga olasizlar. Common App topshirsanglar, anaqa bichgacha bo'ladi. Hammasini aytib o'tdim. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar va keyingi video nima bo'lishi haqida ham yozib o'tinglar kommentariyaga va keyingi videoda ko'rishguncha hammanglarga xayr.